Teatr – bu adabiyot, san'at, musiqa, vokal, tasviriy san'at ustalarini birlashtirib turadigan bir butun tizim, ijod maskanidir. Shuningdek, u jamiyatning madaniyat darajasini ko'tarib turuvchi barometr sifatida faoliyat yuritib keladi. Har yili Oltin kuzning dastlabki 10 kunligida butun respublikamiz bo'ylab teatrlarda yangi mavsumga tantanali ravishda start beriladi. Bu esa aktyorlar jamoasi, shu bilan birga tomoshabin uchun ham zavqli va hayajonlidir. Yangi premyeralar, tafakkurni to'lqinlantiruvchi, ko'ngilni uyg'otuvchi, turfa mavzulardagi turfa xil qahramonlar obrazi va g'oyalarini o'zida aks ettiradi. Viloyat musiqali drama teatrining 93-mavsum ochilishi ham ana shunday kutilma va hayajonlarga boy bo'ldi. Teatrimiz ajoyib. Bugun 93-teatr mavsumining ochilishi. Bu nafaqat bizni butun xalqimiz bayrami deb hisoblasak bo'ladi. Farzandim ko'zim qarog'i deb nomlangan dramamizda premyerasi bo'lib o'tyapti. Jamoamiz uchun bugun katta bayram. Teatrimizda kelajakdagi rejalari ulkan, katta. Bemalol maqtanib aytsak bo'ladi. Teatrimizda mavqei, reytingi respublikada birinchi o'ringa chiqib olgan. Teatrimiz jamoasi o'zini oldiga qo'ygan maqsadlari katta. Bundan tashqari chet el safarlariga chiqib turibmiz. Nafaqat o'zimizning yurtimizda, balki chet el tomoshabinlari uchun ham namoyish etib kelamiz. Xalqaro festivallarda, nufuzli o'rinlarda olib kelyapti spektakllarimiz. Teatr mavsumimiz ochildi, bemalol tashrif buyurishlari mumkin. Respublikada 41 ta teatr bo'ladigan bo'lsa, shu teatrlar orasida Qashqadaryo teatri ham nufuzi baland, ijodi baland va qolaversa o'zini respublika oldidagi burchlarini ado etadigan eng fidoyi teatrlardan biri hisoblangan. Bundan oldin ham hozir shunday edi. O'sha paytda O'zbekiston xalq artistlari Omonbek Ganjiyev, Husan Amirqulov, Muxtor Nosirov va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Lola Xoliqova, Jamila Ashurov, Aliqul To'layev, Yoqub Rajabov. Endi aytaversak nihoyatda ko'p, chunki bu Otaxon teatrida o'sha O'zbekiston xalq artistlari Farog'at Rahmatova ishlab ketgan. Xullaski Surat Po'latovlar ishlagan. Demoqchimanki, o'sha ustozlarni estafetasini davom ettirib, bugungi kunda ham teatr o'zini nufuzini el oldida, xalq oldida bo'lgan burchini bajarib boryapti. Biz bu bilan faxrlanamiz. Men 1983-yilda shu teatrga ishga kelganman. O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Karim Yo'ldoshev bosh rejissyor edilar. Mana shunda hozir foyada ko'rdingizlar, juda ko'pchilik ustozlar o'tib ketishdi. Ana shu ustozlarni barchasi bilan ishlash, ularni duosini olish, ular ko'rsatgan yo'llardan yurish nasib qilganiga shukronalar aytaman. Mana bugun 93-mavsumga ham yetib kelib, shu mavsumni ochib, ustozlarning yonida turib, shogirdlar bilan hamnafas bo'lib, doimo xalq xizmatida bo'lish bu juda katta bir baxt deb o'ylayman. Qolaversa teatrimizni faoliyatiga yana bir yangi asar qo'shilganligi bilan va bu asarlar hali ko'p ming tomoshabinlarga xizmat qilishi bilan elimizda qalbida qoladi degan niyatdamiz. Mavsum ochilgandan keyin oy davomida, yil davomida spektakllar bo'ladi. Hozir bir oyda masalan repertuar rejalarimiz chiqadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinib boryapti va qolaversa bir oy oldin nima spektakl bo'lishini tomoshabinlar bilishi mumkin. Demoqchimanki, teatrimizdagi repertuardagi barcha spektakllar ham ko'rsa arziydigan, tomosha qilsa arziydigan, ibrat olsa arziydigan asarlar. Va yana qanday asarlar ko'rishni xohlashi tomoshabinlarni istaklari bo'lsa bizga aytsa, o'shanga qarab biz tomoshabinlarning istagiga qarab yanada taklifimizni berishimiz mumkin va o'shanga xos spektakllar sahnalashtirishimiz mumkin. Teatrga kelib bitta tomoshani ko'rish bu bitta kitob o'qigandek gap. Shuning uchun xalqimizni, mehmonlarni taklif qilamiz. Kelib tomoshalarimizni ko'ringizlar. Inson ma'naviy olamini yuksaltirishda, ong va tafakkurni teranlashtirishda
Teatr san'atining o'rni beqiyos, zero san'at odamlarni ezgulikka chorlaydi, eng go'zal his-tuyg'ularni inom etadi. Teatr shunchaki tomoshaxona emas, balki tarbiya, madaniyat va ma'rifat maskanidir. Shu bois yangi mavsum ham kishini mushohadaga chorlovchi Farzandim ko'zim qarog'i spektakli premyerasi bilan boshlandi. Mazkur sahna asari Xulya Kortasarning bemorlarning salomatligi hikoyasi asosida rejissor Farhod Jumayev tomonidan sahnalashtirilgan. Unda oilaviy qadriyatlar, ota-ona qadri, farzand tarbiyasi kabi dolzarb masalalar o'z aksini topgan. Kechagina ko'zimni ochishga qiynalib turuvdim. Nima bo'ldi sizga, oyi? Braziliya qanday mamlakat? Sehrliymiz shunchalar. Nima? Braziliya haqida so'radim sendan. Ha, Braziliya juda katta mamlakat. Tabiat insonni o'ziga mag'rur qilib qo'yadi. Oyijon, rostdan yaxshimisiz? Boshingiz aylanmayaptimi, oyi? Xudoga shukr. Lekin bu jonim qachongacha bu qiynoqlarga chidaydi deb o'ylayman. O'g'lim Alexandro kelishgacha chidashim kerak. Chidashim shart. Uning kenjatoyim, Shirinim. Aytchi, masalan, bugun Braziliyada yo'lga chiqsa, qachon kirib kelishi mumkin? Ha, nima qilsam ekan? Bir haftalarda kelib qolsa kerak. Ha? Bir haftadan kelsa, so'ng bir hafta meni bag'rimda bo'lsa, men unga o'z yoqtirgan italyancha spagettilar tayyorlab bergan bo'lardim. Unga judayam yoqardi. Hech qaysi restoranda men tayyorlagandek spagetti tayyorlasholmaydi. Hatto Italiyada ham. Oyijon, juda baxtlijon bo'lib kelyapsizmi? Shunday sog'indim. Har doim bunaqaga duo qilaman. Teatrimizni 93-ochilish mavsumi, yangi spektaklimizni namoyishi, dramatik asar. Endi tomoshabinlar ko'rib nazarimda baho berishdi. Endi dramatik asar bu doim insonni o'ylashga, fikrlashga chorlaydigan asar. Farzandim ko'zim qarog'i atamasi ham men nazarimda oilaviy muhitni qadrlash, jamiyatga farzandlarni xizmat qilishi haqida undash. Teatr o'z-o'zidan ma'lum madaniyat, ma'naviyat o'chog'i deydi. Shunga jamiyatni bir undaydigan fikrlari bor o'ziga yarasha. Ona qadri qimmati, farzand qadri qimmati, ularning oqibati albatta. Mana mavsum ochildi, hammani tomoshaga taklif qilib qolamiz. Har shanba, yakshanba kechqurun soat 4 da tomoshalarimiz namoyish qilinadi. Xilma-xil. Nazarimda tinchgina o'tirib kuzatganidan yaxshi qabul qilishdi deb o'ylayman. O'sha sahnadagi harakatga ergashmaganida balkim qandaydir shovur-shuvur bo'lishi mumkin. Tinch, orom o'tirib kuzatishdi. O'zi shunday asar bu. Bundan buyoniga ham taklif qolamiz, tomoshabinlar kelib ko'ringlar, tomosha qilinglar, bahosi sizlardan. Teatrimizni 93-mavsumi, ochilish mavsumi. Har yili yangi asar qo'yamiz. Bugun mana shu Farzandim ko'zim qarog'i spektaklini qo'ydik. Menimcha tomoshabinlarga yoqdi. Aktyor o'zi sahnada maza qilsa, tomoshabin ham maza qiladi-da. Spektakl premyerasida bosh rolni o'ynadim. Hammamiz ham bosh rol bizning asarimizda. Juda xursandman. Teatr xalq bilan, xalq teatr bilan. Hozirgi 3-4 yildan beri prezidentimiz, vazirligimiz, hokimiyatimiz teatr uchun juda ham katta imtiyozlar yaratib berishyapti-da. Faqat san'atkorlardan shuni talab qilinyapti. Shu biz bergan e'tiborga javoban harakat qilinglar, mehnat qilinglar. Teatrga buncha e'tibor bo'lmagan. San'atkorlarni ham ma'naviy, ham moddiy rag'batlantiryaptilar. Buning uchun avvalambor prezidentimizga ming rahmat.
Teatr shu qadar nozik san'at turi sanaladiki, tomoshabin rol ijro etayotgan aktyorlarning nigohi va nafasini, har bir xatti harakatini jonli tarzda ko'rib turadi, his etadi. Shu yerda aktyorlar bilan yashaydi, yig'laydi, kuladi. Teatr jamoasi uchun esa tomoshabin e'tiboridan, uning olqishidan ortiq mukofot yo'q. Bu haqiqat premyeradan so'ng yana bir bor o'z isbotini topdi. Tomosha tugadi, pardalar yopildi. Biroq spektakldan olingan taassurotlar, undan chiqarilgan xulosalar bisyor. Bugungi spektakl juda ham chiroyli tarzda bo'ldi. Biz kutmagandik, lekin shu darajada o'zimizni spektakl ichiga suzib ketamiz deb o'ylamagandik, lekin o'ylaganimizdan ham ortiq bo'ldi. Buni tomoshabinni qarsaklaridan bilishimiz mumkin. Tomoshabinlar juda ham chiroyli qabul qilishdi. Avvalo mana shu asar o'qilganida biz rejissyor bilan maslahatlashib, gaplashib o'qiganimizda bu asarda bo'lib o'tgan voqea ko'pchilikni hayotida bo'lib o'tgan, menimcha. Aynan meni oilamda xuddi shu holat bo'lgan. Onamdan yashirishimiz kerak bo'lgan. Xuddi shunaqa holat bo'lib o'tgan. U narsani ushlab turishni o'zi bo'lmaydi. Qiyin ahvolda qolganmiz. Shuning uchun bu asar o'qiladimi yoki bo'lmasa ijro qilinadimi, men o'zimni umuman tiyib tura olmayman. Chunki sahnada yurgan ona xuddi meni onamdek. Ularning ichki kechinmalari, hamma narsani bilib turib, bilmaslikka olishlari meni hayotimda bo'lgani uchun bu juda ham hayajonli, ham qandaydir o'sha voqea qaytib kelgandek bo'laveradi har safar ijro etganimda. Spektaklimiz juda ham chiroyli bo'ldi. Bu uchun rejissyorga alohida minnatdorchilik bildiraman, hamkasblarimga minnatdorchilik bildiraman. Bugungi mavsum munosabati bilan yana bir bor hammani tabriklayman. Hozir o'zimiz bilan birga ishlaydigan hamkasblarimiz juda sani so'zing ko'p ekan deb tabriklashyapti. Chunki bu spektaklda umuman chiqib gapiradigan gapim yo'q. Umuman aytganda epizod roldaman. O'sha Alexandroni xotirlagan paytda shu nimani pardani orqasidan Alexandroni ruhi bilib ko'rinaman, epizod rol. Shuning uchun hazillashyapti. Hozir hamkasblarim juda ko'p chiqding, rosa bizni yig'latding deb. Mayli, aktyorga endi bir spektaklda bosh rol, bir spektaklda epizod rol tegadi, lekin aktyor rol tanlamaydi, farqi yo'q. Qanaqa bo'lsa ham shu spektaklga xizmat qilsa bo'ldi. Bilasizlarmi, bugun mana shu 93-mavsum ochilishida bu sahnada 100 dan ko'p, 1000 ga yaqin spektakllar o'ynalgan. Lekin shularni orasidan atigi 93 ta spektaklga mavsum ochilishida o'ynalish nasib qilgan. Bu ham bir baxt. Ham premyera bilan mavsum ochilishi birga to'g'ri kelyapti. Biz uchun muvaffaqiyatli. Bizni qo'llab-quvvatlagan hamma hamkasblarimizga, jamoadoshlarimizga, teatr rahbariyatiga minnatdorchilik izhor etaman. Ki yana spektaklning eng katta baholovchisi bu tomoshabin bo'ladi. Men tomoshabinlarni kuzatdim. Joyi kelganda ko'zda yosh bilan, qalbdan kuzatishdi. Shundan men taxmin qilyapmanki, umid qilyapmanki, spektaklimiz tomoshabinlarga manzur keldi va bugun ustozlar bilan ikkita O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar, ya'ni Sa'dulla Qoraboyev bilan Hurriyat Isroilova bilan biz shogirdlar birgalikda sahnaga chiqib mana shu spektaklda ishladik. Bu biz uchun maktab bo'ldi va rejissyorni alohida tabriklayman. Bu aynan mana shu Farhod Jumayevning o'zini yo'li. Chunki Farhod aka mana shu falsafiy drama, tragediya yo'nalishida spektakl qo'ysa har doim muvaffaqiyatli chiqqan va bu navbatdagi muvaffaqiyatli spektakllardan bittasi deb o'ylayman. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Yuqori kayfiyat, hayajon va olqishlarga boy bo'lgan yangi mavsum ochilishi teatr jamoasi va tomoshabinlar uchun unutilmas taassurotlarni ulashdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shuni ta'kidlash lozimki, repertuarni shakllantirishga, tomoshabinlarni jalb etishga yangicha yondashuv qaror topgan teatrlarda ijodiy barqarorlik bo'ladi. Bunday muhitda ijodkorning o'z ishiga bo'lgan ishonchi va shijoati yanada oshadi. Teatr san'ati tarkibini hosil qiluvchi zanjir mustahkam bo'lsagina, mana shunday yaxshi
asar asosidagi dramaturgiya, rejissura va aktyorlik san'atining namunasi bo'lgan umrboqiy beqiyos spektakllar yaratilaveradi.